Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, uzoq yaqindagi o'zim aka-ukalarim. Mana bugun 17-yanvar savdolar tugatib, sizlarga yana yangi va juda qiziqarli narxlarda mashinalarni bitta Muhammad Yusuf kanalida arzor qilib beramiz. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. Inshaalloh juda Muhammad Yusuf kanalida ko'ringlar, juda ham arzon, ham qulay, ham barter mashinalar olib qo'yganmiz. 4 ta Damas olib oldik. Juda arzon Gentra olib oldik. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. Juda chiroyli qilib sizlarga narxlar ma'zur keladigan holatda qilib beramiz inshaalloh. Musofirda yurganlar hammalarni inshaalloh o'z Allohim panohida asrasin. Yangi obzorimizni boshlaymiz. Manzilimizni aytib o'tamiz. Andijonda Piyosbay, Toshkent stansiyasi. Telefon nomerlar 90lik 648 0001, 91lik 648 0002, 91lik 618 0002, 91lik 168 0002, 90lik 220 77 79, 99lik 273 0001 raqamlariga telefon qilasizlar. Lakasa deb yozsanglar telegramlar bor. Lakasa deb yozsanglar Lakasa tashlab beradi. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, mashinani nomerini ko'rib, mana shu mashina qanaqadan chiqadi, qanaqa deb so'rasanglar, hamma nomerlar javob beradi inshaalloh. Ertaga yakshanba kunga bozorga hoyi boringlar, hoyi bormanglar, to'g'ri kelsanglar bozordan arzon qilib, juda chiroyli qilib, qulay qilib beramiz inshaalloh. Ertaga ham yana katta obzorimiz bo'ladi. Muhammad Yusuf kanalidagilar kuzatuvchilar inshaalloh ertaman 8 ga kelaverasizlar, juda chiroyli narxlarda qilib beramiz. 3D xizmatlari bor. Mol, qo'y inshaalloh olaveramiz. Buyog'i Jiguli 0705 ga devodi qanaqa turi bo'lsa, qizig'i yo'q, hammasini olamiz. To'g'rimi o'g'lim? To'g'ri. Bo'lmasa o'g'lim shom bo'lib qolyapti. Boshlayveramizmi o'g'lim? Boshlayveramiz. Qani boshlaydigimiz. Cobalt-dan boshlaylik. Ertaga kunga 21-yil ishlab chiqarilgan Cobalt-imiz 4-paysi juda go'zal holatda ertaga kunga $900 chiqarib beramiz. $900 yani 2020. Mashinani akalar kraskasi bo'lsa aytib deb o'taman. Qarang, shom bo'lib qo'ygan sababli sizlarga tez-tezda va qulay qilib obzor qilib beramiz. $900 ga $9800 ga $900 bilan chiqarib beramiz. 4 milliondan oylik to'lov chiqadi. Ana akalar. Bunisini $9,5 ming ga qilib beraman. $500 bilan chiqadi. Oylik to'lov 4 milliondan chiqadi. Oylik to'lov 4 milliondan ekan. Akalar davlat raqamini eslab qolamiz. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan 4-paysi avtomat korobka. Bunisini $700 ga qilib beraman. Oylik to'lov 4 milliondan chiqadi. 4 milliondan $700 akalar. Tashilamiz. Bular ikkovi ham 23 dan kraskasi yo'q, top toza, bittasi 50 ming yurgan, bittasi 60 ming yurgan. 2023-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka oq. Ikkov mashinamiz ertaga kunga $11,400 dan qilib beramiz, $1,300 dan chiqadi. Kraskasi yo'q, akalar. $11,400 dan akalar. Ikkalasi ham 2023-yil akalar, shoshilib qolamiz. Bunisi 2024 ga 25, 17 ming yurgan. Gazi bor, avtomat korobka 4-paysi ertaga kunga 11,800 ga qilib beramiz. $1,400 bilan nomiylarga chiqaveradi. Oylik to'lov 4,800 mingdan. Mana akalar. Bu Nexus'imizni bugun barterga olib qoldik. 2019-yil ishlab chiqarilgan juda go'zal holatda avtomat korobka. Kraskasi ikkita joyda petnosi bor. Ertaga kunga $8,000 ga generallisi ichida. $8,000 akalar. Malibu bar, Malibu rollargacha bor. Bunimiz-chi? Bu mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q, 4-paysi. Nexus'imiz ertaga kunga $1,100 ga qilib beramiz. $10,300 ga qilib beramiz. Mana akalar, $10,300 ga 2022-yil. Akalar, opalar, bittadan partiska, bittadan lak bosib qo'yamiz. Faqat shoshilamiz. Kechki paytda juda ham arzon qilib, tez va sizlarga manzur keladigan qilib beramiz. Bu ikki mashinamiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, $1,000 dan $7,700 dan qilib beramiz. Ikkovi ham mexanika 2020-yil ishlab chiqarilgan. $1,000 dan mana 7,700 dan tanlab olasizlar akalar. To'lov 3,300,000 mingdan 3,260,000 dan chiqadi. Aytib deb o'ting, 3,260,000 dan 4 yilga ekan akalar mana. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan, juda go'zal holatda 4-paysi 90 ming yurgan, kraskasi umuman yo'q. Ertaga kunga $9,800 ga qilib beramiz. $1,500 bilan chiqadi. Spark so'ragan akalarimizga mana akalar.
Sparkimiz 2020-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka juda go'zal holatda. Narxini tushirtirishmi Muhammad Yusuf? Bitta mashina ham 400 dollarga qilib beramiz, 1000 dollar bilan chiqadi. 7400 dollarga. Nomiga 3 million 200 mingdan 4 yilga chiqadi. 3 million 200 mingdan oliy to'lov. 2022-yilda Sparkimiz bu mashinani biz sotuvdik. Olgan odam Chorniyda ekan. Chorniyda bo'lsa iloji yo'q, uni qilib bera olmaymiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, asl narx 7900 dollarga 1000 dollar bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lov 3 million 300 mingdan 3 million 300 dan chiqdi. Damas so'ragan akalarimizga. 2021-yil ishlab chiqarilgan juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5700 ga qilib beramiz, 600 dollar bilan chiqarib beramiz. 5700 ga akalar 600 dollar bilan chiqyapti. Bu Damasimiz 2019-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q, top-toza. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5200 dollarga qilib beramiz. 1300 bilan 4 yilga chiqadi, 2 million 100 mingdan chiqadi. 2 million 100 mingdan mana akalar. Oliy to'lov. Bu mashinamiz 2022-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi umuman yo'q, top-toza. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 6300 dollarga qilib beramiz. 500 dollarga chiqarib beramiz. Oliy to'lov 2 million 700 mingdan chiqadi. 2 million 700 dan chiqyapti oliy to'lov. 450 ga ham, 400 ga ham qilib beraveramiz. 400 dollarga mana akalar. Bu mashinani barterga olib bo'ldi. 2018-yil ishlab chiqarilgan. Atroflarini oling o'g'lim. Barterga olib bo'lgan Barterga olib bo'ldi akalar mana. beraveramiz. Ishlari ham zo'r holatda. Bunimiz necha pulga beramiz? 2018-yil ishlab chiqarilgan bu mashinamizni 4100 dollarga olib qoldik. 4100 dollarga 6 soat Toshkent nomirligi uchun shu yerda ishi bitadi. 6 soat qilib beramiz. 4100 dollarga 2 millionga nomiga o'tkazib beramiz. Maqsadga bu 2018-yil necha pul bilan chiqadi? 6 soatlari hamma yo'q ichida. O'tishmi? Ha. 3000 dollar berasa kerak. 3000 dollar beradigan bo'lsa akalar 1400 1500 dan kelsanglar nominglarga nomer pasport hamma yo'q ichida 4100 ga qilib beramiz. 4100 ga qilib beramiz, 6 soatini 2 millionga qilib beramiz. Bo'lmasa 3900 berib hamma yo'g'ini o'zingizlar qilib olaveringlar. To'g'rimi aka? Mana Akalar bu Lasetti edi, mana o'zimiz buni barterga olib qoldik. Sizlarga ilinayapmiz. Mana shu Muhammad Yusuf kanalidagilar bugun obzor chiqaraylik, yangi barterga olib bo'lgan mashinalarni ko'rsataylik degan uchun shom bo'lsa ham obzor qilyapti. 2011-yil ishlab chiqarilgan, ikkita detalida kraskasi bor, ikkinchi paytda juda go'zal holatda ekan Lasetti. Ertaga kunga 5500 ga qilib beramiz. 5500 ga mana akalar 2011-yil Lasetti. 4 yumshoq balonlari bor, 1.8 motor 332 ming yurgan. Mers roll hamma yo'q zo'r holatda. 5500 dollar akalar. Bunisi 2013-yil ishlab chiqarilgan Malibu'miz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9000 dollarga generallisi ham ichida. 9000 dollarga. 2013-yil. O'lim son bo'lyapti, tezlashaveramiz. Yakshanba ertaga to'g'ri bozor aka men shu yerga kelishaversin. 2010-yil ishlab chiqarilgan Best mashinamizni 2900 dollarga qilib beramiz ertaga. 2900 ga mana aka. Mana shu mashinani ham narxini tushirib yuboraymi o'g'lim? Mashina ham tushib bering, rosa ko'mishcha so'rayapti. 800 dollar man kelsin chiqarib beramiz. 3700 dollarga mana 800 dollar bilan akalar chiqarar ekan. Bu mashinamiz 2011-yil ishlab chiqarilgan, 2,5 ming dollarga qo'ydik, 2,5 ming yo'q. 2400 ga qilib beramiz, 500 dollar bilan kelishsin, qolgani hamma yo'g'i nomiga chiqaveradi. Mana akalar 2400 dollar 2011-yil. Bu baraka bo'ldi bu. Bunisi 2019-yil ishlab chiqarilgan. 3-paysa juda Qo'mit go'zal navrotlari bor. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 9600 dollarga qilib beramiz. Anor bankdan qilaman deganlarga 1800 mingdan, oylik to'lov 4 milliondan 4 yilga chiqadi. Mana Bu akalar. mashina sotildi o'g'lim. Ha bu baraka bo'ldi buni. 100 dollarga chiqdi. Bu mashina 2019-yil ishlab chiqarilgan 3-paysa bitta eshikda kraskasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Juda go'zal holatda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8300 dollarga beramiz. Çok ko'rsa bitta mana akalar. 8300 ga 3-paysa avtomat korobka. Bu mashinamiz 2019-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi kapot tushi bilan bitta eshikda bor, xolos propan gazlarima 2019 mexanika. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7600 dollarga generallisi ham ichida. Ana akalar 7600 dollarga 1000 general dollar bilan nomiga 3,5 milliondan 4 yilga chiqarib beramiz. 1000 dollarga mana akalar. Zentramiz. Bunisi 2015-yil ishlab chiqarilgan 10% kraskasi bor, avtomat korobka 3-paysa ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 7800 dollarga qilib beramiz. 2,5 ming bilan kelavering, 5300 ni bank qilib beramiz. 7800 Olasa dollar. narx pulga. Bunimiz 22 mi da? Bunisi 22, 34 ming yurgan, bitta eshigida petnosi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q, bir tomchi ham kraskasi yo'q, bitta eshikdan bo'la yerda. Bu mashinani 600 dollarga qilib beramiz.
Oylik to'lovi 4 milliondan chiqdimi oğlum? Shoshoroq. 4 million 150 ming. 4 million 150 mingdan chiqdi. 2022-yilda ishlab chiqarilgan 34 ming yurgan, bitta eskida kraskasi bor, gaz ham o'rnatilmagan, mexanika. Ertaga kunga 600 dollar qilib beramiz. 2022-yil akalar, davlat raqamlarini eslab qolamiz. Bu mashinamiz 2020-yil. 2020-yil ishlab chiqarilgan 3-paytda juda ham go'zal holatda, hamma yo'g'i bor, navorot, pavorot hamma yo'g'i bor. Ertaga kunga 1100 dollar qilib beramiz. 9900 ga qilib beramiz. 9900 ga bo'lib ketdi akalar mana. Bu mashinamizni 6000 4000 mi 5000 5000 4000 4000 5000 dedi egasi, biz maksimalni 4000 rasxod qilib o'rgan ekan, ichlariga navorot qilib juda go'zal holatda qilgan ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamizni 12300 dollar qilib beramiz. 1550 bilan chiqadi o'g'lim. 12500 1700 bilan chiqadi. 1550 da 1550 ga qilib beramiz. 4 million 700 mingdan chiqadi. 4 ming dollarlik navoroti bor. Akalar 2021-yil 3-paytda fonli navrotlari bor. Bu mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 3 ta detalida kraskasi bor. 3-paytda avtomat korobka 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz 1400 dollar qilib beramiz. 12300 dollar qilib beramiz. Oylik to'lov 4 million 400 mingdan chiqadi. 12300 dollar mana akalar. Bunimiz 2019. Bu mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi kapotuchi bilan bitta krilosida bor. Ertaga kunga 9,5 mingga qilib beramiz. 150 ming yurgan avtomat korobka 3-paytda. Mana akalar 9500 dollar ketdi. Bu mashina 2018-yil ishlab chiqarilgan, juda ham go'zal holatda, bitta kriloda kraskasi bor, 200 ming yurgan. Haligi qanaqa svet bu? Jika svetda, eng zo'r svetda. Avtomat korobka 3-paytda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinani 8,5 mingga qilib beramiz. Onajonlarimi, dadajonlarim kelsa 100 dollardan bonusi bor. Akalar 2018-yil 8,5 ming dollar. Bunisi 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi deyarli bir 10% chiqsa chiqmasa, yo'q 10% kraskasi bor deb aytamiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 400 dollarga qilib beraman, 12300 dollarga qilib beraman. Bularni xursand. Bularda kecha 500 ga qo'yilib, bugun 100 tushib ketdi. Mana akalar 400 dollarga. Trekerimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Premier bo'lgan Premier eng navoroti Redline'dan keyingisi 2023 propan gazlari ham bor ekan. Yurgani 87 ming yurgan. Mana shu joyda petnos bor, tomida bir qarich petnos bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1700 dollarga Anorbankdan qilib beramiz. Yo bo'lmasa 2300 ga kapitaldan qilib bersak 5 million 200 ya 5 million 300 dan tushadi. Ertaga kunga 1700 Anorbank, 2300 da Kapital Bankdan chiqadi. Narxi 16200 dollar. 16200 dollar akalar Premier. 2023. O'lim shoshilamiz, shom bo'lib qolyapti. Qorasidan so'raganlarga. 9 2024-yil ishlab chiqarilgan Eltizini Pilusi degani ertaga kunga kecha 15900 dollarga qo'yuvdik. Bugun 15900 dollarga qilib beramiz. Mabodo onajonisimi, dadajonisimi kelsa 100 dollar bonusi bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamiz 2700 bilan kapitaldan chiqyapti. 2000 dollarga Anorbankdan chiqyapti. Anorbankdan salkam 5 million 800 mingdan chiqyapti. Kapitaldan 5 million 300 mingdan 5 yilga chiqyapti akalar, 2700 ga, Anorbankdan 2000 ga. Hamma yo'g'ini aytib o'tyapmiz. 15800 ga qilib beramiz. 15800 dollar mana akalar. Bunisi 209 juda ham go'zal holatda 34 ming yurgan Premier, juda ham go'zal holatda, qora, gaz fazi yo'q, 34 ming yurgan. 23 ga 24, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 17300 dollarga qilib beramiz. 3200 dollardan chiqadi bu kapitaldan. Anordan olaman desanglar 2400 bilan chiqadi. Yana kelsanglar sharoitlari bo'lsa qilib beramiz. Juda chiroyli qilib. 17300 dollar mana akalar. 2023-yil. Yuklarigacha bor akalar. 12 so'ragan akalarimiz. Bunisi 12 2023 ga 24, 20 ming yurgan. Propan gazlari bor, juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 14 mingga qilib beramiz. Bu mashinamiz kapitaldan 3200 ga, Anordan 2600 ga chiqadi. Oylik to'lovi 4 million 800 mingdan chiqadi o'g'lim bu. 4 million 800 mingdan. Agar Noboda bu mashinani 4 million 800 mingdan arzonroq chiqaraman desanglar, bosh to'lovgacha ko'proq bersanglar, yana ham arzon chiqaveradi. Keling. Mexanikasidan so'raganlar 2023-yil akalar.
Oqidan minaman deganlar. Mexanika so'raganlar 2023-yil ishlab chiqarilgan juda go'zal holatda mexanika, bitta kriloda kraskasi bor. Bitta mang'illatib beraymi o'g'lim? Mashina bonus qilib Mashina bering. bitta bonus qilib beraymi o'g'lim? 10x bon $1400. $1400 chiqarib beraman. Anor bankdan ahoy $2000 kapitaldan, $2000 kapitaldan oladiganlarga 4 milliondan chiqadi. Anor bankka 4 million 600 mingdan chiqadi. Anor bankka $1300 qilib beraman, kapitalga 1900 ga. Oylik to'lovlarni o'zingizlar qiziqib, qaysi biri qulay bo'lsa shundan olaverasizlar. Naq pulga 10900 ga. 10900 ga mana aka. Bank ham naq puli baribir. Achdi. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q, juda go'zal holatda propan gazlari bor. Ertaga kunga bu mashinamiz $14000 qilib beramiz. $14000. Ishda ekan. Trekker bir so'raganlar. Trekker bir so'raganlarga bugun juda ko'p xaridor oldim. Bu yomg'ir, qor yoqqan sababli juda ko'p odam kelolmabdi. Ertaga kelamiz dedi. Ertaga keladiganlarga, qayerdan keladiganlarga ham bu mashinamiz $10000 ga qo'ydik. $10000 yo'q, $9800 qilib beramiz. 2800 man kelsa, qolganini oddiy bankdan beramiz. Ana akalar $9800 ga. Kraskasi bitta kriloda bor xolos. 9800 da bozorda ham yo'q akalar unaqa trekker. Bunisi 2021 ga 22, juda ham go'zal holatda, 102 ming yurgan, kraskasi umuman yo'q, lekin mashinaning holati 20 ming yurgan mashina bilan bir xil turibdi. Juda ham go'zal holatda, ponni tonirovkaga ham ruxsati bor. Ponni shumka juda ham chiroyli, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamiz $12500 ga kecha qo'ydik, ertaga kunga $12300 qilib beramiz. $1600 bilan chiqadi. Xursandmisiz o'g'lim mana? Xursandmiz mana. Xudo xolasa aka ertaga yakshanba 18-yanvar to'g'ri Xoyi bozorga kelib, bozordan keyin tushinglar. Xoyi bozorga bormay to'g'ri kelinglar. Hamma sharoit qilib, juda ham sizlarga narxlar juda ham ma'qul keladigan qilib, mana bugun Xudoga shukr 10 tadan oshib sotdik-ku o'g'lim. Ha, 10 tadan oshib sotdik. Ertaga yana 5-6 barterlar bo'lgani uchun barter mashinalar sizlarga ilindik, arzon, sizlarga qulay tushadigan narxlarda inshaalloh ertamanga kelaverasizlar. Sizlarga yana ham qiziqarli qilib, narxlarni yana ham o'tib beradigan joylari bo'lsa o'tib berib, sizlarga ma'qul keladigan qilib, mana shu Muhammad Yusuf kanaliga ham bittadan podpiska, bittadan like bosib, bittadan bosib qo'ysanglar, mana shu bola ham sekin rivojlanib kelyapti. Xudo xolasa, mana shu ham sizlar elning xizmatida. Manzillarda aytib o'tamiz. Andijonda Piyospeya Toshkent stankasi, O'zbekiston ko'cha desanglar, O'zbekiston ko'chani hamma biladi. Toshkent stankida mashina bozor bor desanglar, Toshkent stankiga 48 marshrut yuradi. Mabodo viloyatlardan keladigan, masalan, Vodiydan keladiganlar bo'lsa, Namangan, Qo'qon, Farg'onadan Andijonda O'zbekiston ko'cha, ya Andijonda yangi bozorga kelib 222 marshrut yuradi. Shunga chiqib kelsanglar ham bo'laveradi. Andijonga kelib bo'lmasa osonni lakasda tashlab beringlar deb Telegramga yozinglar, lakasda tashlab beramiz. Inshaalloh nomerlarimizni aytib o'tamiz. 90li 648 0001, 91li 648 0002, 91li 618 0002, 91li 168 0002, 90li 220 77 79, 99li 273 0001 raqamlar Xudo xolasa sizlarning xizmatingizda. Mabodo telefonlarni ko'tarishmasa, Telegramga yozib qo'yinglar. Lakasda desanglar ertalab agar kechasi qilsanglar ololmay qolishsa, ertaman lakasda tashlab beradi. 3D xizmatlari bor. Mol qo'ydan tortib, devodi qanaqa turi bo'lsa, mol qo'y, devodi qanaqa turi, Jiguli 0705 gacha olamiz inshaalloh. Hammanglarning xizmatinglardamiz. Xudo xolasa ertaga yakshanba kuni 8:30 dan ish boshlanadi. To'g'ri kelaverasizlar. Hammanglarga rahmat. Xudo xolasa kutib qolamiz. Rahmat o'g'lim.